Yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi videolarimiz Qo'qon bozoridan bo'lyapti. 3-mart 26-yil 3-mart. Lozimlar abaya pasul lozimlar. Siznikimi? Yo'q. Egasi yo'q ekan. Buni egasi opayam hozir ketib qoldi. Assalomu alaykum. YouTube'ga olaveraymi video? Sizlar ko'ylakchalari. Ikkalasi juda ham chiroyli chiqdi. Sariq, pushti, yashil. Narxlari qanchadan aka? 25 ming. Qaysilar bunalar? Buni narxi 15 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa? Razmeri ikkita razmer. Ikkita razmer, bir 7-8 yoshmi? Qanaqa? 7-8 yoshlarga ekan narxi 15 ming dedingiz-a? 15 ming so'm. Bularchi? Qanchadan ekan bular? Bular 25 ming dedi. bular narxi 25 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa chiqadi? Ikkita razmer. Ikkita razmer ekan bu ham, bir 7-8 yoshlarga tushadigan ekan bu ham. Bu ham 25 a? Bu standartmi? Bular standart ekan, taxminan bir 3 yoshlarga tushadigan ekan, narxi 25 ming so'm ekan. Ranglari, necha xil rangi bor? 5 xil rangi bor ekan. Toshlari ham juda ham chiroyli bosilgan ekan. Aynasa mana ko'kdagi ham ochiq. Telefon nomeringiz qo'yaylikmi? Telefon nomeri sotmas deyapti. Ana bundaqalar kiymayman, mana jimpir ko'ylakchalar. Ya istormay endi. Assalomu alaykum. Qancha? Manalara bular 20 ming so'mdan ekan. Standartda bular. Bir 2 yoshlar bormi? 4-5 yoshlarga ham tushaverar ekan. Narxi 20 ming so'm ekan. Buchi? 25 ming so'm tevapas, razmerichi? 6-7 yoshlarga tushar ekan. Tepadagilarchi? 3 yoshlar narxichi? 20 ming so'm. Narxi 20 ming so'mdan ekan. Yana qaysilar? Manalarchi? Ya bakın. Bu 23 ming so'm ekan. Kelin ko'ylakchachi? 15 ming so'mga tugatib Kelin ko'ylakchalar tugachiga 15 ming so'm ekan. Buni boshqa ranglari ham bor, ranglari, razmerlari, ranglari, razmerlari bor ekan. Necha yoshdan necha yoshgacha pachkada? 6 yosh, 8 yoshga tushadi. 6 yosh, 8 yosh ekan. Nomeringiz qo'yaymi? Nomer sotvash deyapti. Sog' bo'linglar. Do'ppilar necha puldan, aka? Qancha? Do'ppilar narxi 30 ming so'm. Do'ppilar sezoni kelyapti, shuning uchun bugungi narx bilan keyingi bozordagi narx to'g'ri kelmasligi mumkin, aka, aka. Bunaqami yo'q? Keyingi bozor bir xil bo'laveradimi? Savdoga qarab oshishi tushishi mumkin. Baribir sezoni kelyapti, Navro'z bayrami 8-mart. Bular narxi 30 ming so'mdan ekan. Mo'larchi? Bu 18 ming so'm ekan. Keyin mana zanjirlisi bor, nima? Tangachali bor ekan. Buchi? Bular 17 ming so'm ekan. Choshlarchi uni? 8 ming? 8 so'm dona. 8 so'm. Bitta dona 8 so'm ekan u. Choshlarda. Keyin bitta shapkachilar bor ekan, a? Bular qancha? 5 ming so'm shapkachilar. Qora do'ppichi? 7 ming so'm. Telefon nomer qo'yaylikmi? Telefon nomer sotmas deyapti. Sog' bo'linglar. Kelin ko'ylakchalar, xalatlarda. Ustaga kelin ko'ylak qancha? 30 ming? Kelin ko'ylakchalar narxi 30 ming so'm ekan. Qanaqa chiqadi razmeri? 6 yosh standartmi? Standart 5 yosh, 6 yosh ekan. 10 xil rasvetkasi 10 xil bor ekan mana bu yerda mana endi boshqacharoq bir qora materiallar, mana endi yashillari. Ranglari bor. Telefon nomeringiz qo'yaylikmi? 97lik. Telefon nomerlari 97lik 597 1155 raqamiga aloqaga chiqinglar.